Assalomu alaykum. Bizani kuzatayotgan fermerlar, dehqonlar. Bizda ko'p so'rashadi. Mahalliy urug' o'sha bankoni ikkinchi reproduksiyasini ham so'rashadi. Mana biz Aziz akam bilan hozir bog'landik, keldik, ko'rdik. Aziz akam shu piyozni urug'lari o'zlari yetishtiradilar. Bundan tashqari salat urug'lar bor. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Hozir changlanish davrida. Aziz aka, mana siz necha yildan beri mana shu urug' bilan shug'ullanasiz? 10 yildan beri shug'ullanamiz. 10 yildan beri. 10 yildan beri. Ochiq ayting, shundan shikoyat bo'lganmi? Urug'ing chiqmadi, yo'q kuch bo'ldi, hosil bermadi. O'zimizdan olganlar shikoyat qilganmiz. O'zimiz qo'l bola qilib tayyorlaymiz. O'zingizdan o'sha sinovdan o'tgan, bu hech qanaqa o'tgan, mana o'zimiz chiqaryapmiz, mana ko'rib. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Aziz akamni o'zlari aytishlari bo'yicha hech qanaqa shikoyat yo'q. Biz ham harakat qilamiz, kimga qimmat urug' kerak, kimga o'rta holda, kimga arzon urug', hamma urug'ni topishga harakat qilib beramiz. Sizlarga yana qanaqangi savollar bo'lsa, qanaqa urug'lar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. To'g'ridan to'g'ri xohlasanglar, dehqonni ishlab chiqaruvchini ham, dehqonni ham nomerlarini bemalol beramiz. Sizni so'rab olsanglar bo'ladi. E'tibor uchun ham, kuzatayotganingiz uchun ham rahmat. Ko'rchi. Ey. Abdalishingga chiroy kiradi, mana bu jonivor. Tepadan ko'rib, nima bu deb mayda yursam. Gul deyman, nima deyman, iloji yo'q. Savolga javob ber. Chaylanishda ham shunaqa, buni ani otalik, onalik qilinmaydi bunda. Yo'q, shunda ketaveradi bular. Mana bular o'zi boshlayapti.